shunaqa bo'ladi. Faqat diqqat bilan qo'shiqni eshitish kerak. Biz hozir bitta mehmonimizni taklif qilamiz va mehmonimiz bilan qo'shiqni eshitamiz. Diqqat bilan qo'shiqni eshitamiz. Kerak bo'lsa yig'lab olamiz. Yo'q, bilmayman. Nima qo'shiq aytadi bilmadim. Lekin agar shunaqa ko'z yosh chiqaradigan bo'lsa, bemalol ko'z chiqaring. Albatta. Bo'ldi. Albatta. Demak, navbatdagi mehmonimiz qimmatli vaqtini emasdan tashrif buyurgan G'anisher Abdullayevni sahnamizga taklif etamiz va G'anisher chiroyli qo'shiq bilan tashrif buyurgan. Eshitamiz. Marhamat. G'anisher, marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomat. Onajon, sizni sog'indim. Siz yonimda yo'q bugun. Hamma narsam mo'lu ko'l. Sizsiz ko'nglim sho'x bugun. Onajon, sizni sog'indim. Bo'lganingizda qo'llaringizni silab o'pardim. Nimaiki yaxshi narsa bo'lsa olib kelib sizga ilinardim. Ona, siz ko'rmagan kunlarni ko'rdim. Dang'illama uy-joylar, hovlilar qurdim. El oldida mashhur hofiz ham bo'ldim. Onajon, sizni sog'indim. Mana bugun qiz farzand ko'rdim. Qosh ko'zlari xuddi sizga o'xshaydi. Onajon, siz bir umr dilimda, tilimda, vujudimda yashang deb Muyassarxon ismingizni qizimga qo'ydim. Onamning rasmini qo'limga olib, to'yib o'pib yuzimga qo'ydim. Sog'inib yo'qotgan mehribonimni, onamning ismini qizimga qo'ydim. Onamning rasmini qo'limga olib, to'yib o'pib yuzimga qo'ydim. Sog'inib yo'qotgan mehribonimni, onamning ismini qizimga qo'ydim. Ona qizim, onamdayin ayol bo'l. Ona qizim, onamdayin halol bo'l. Ona qizim, onamdayin halol bo'l. Ona qizim, muallima ayol bo'l. Yangi mehmonimiz qora ko'zim u, mening kenjatoyim xuddi o'zim u. Yangi mehmonimiz qora ko'zim u, mening kenjatoyim xuddi o'zim u. Muyassarxonoyim, ona qizim u. Onamning ismini qizimga qo'ydim. Muyassarxonoyim, ona qizim u. Onamning ismini qizimga qo'ydim. İsmini takrorlab tursin tilimda. Onamning ismini qizimga qo'ydim. Onamning ismini qizimga qo'ydim. Ona qizim, onamdayin ayol
hamma ayol bo'l. Rahmat. Keling, keling. Alisher. Alisher, Chiroyli, keling. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yoqda. Odamlaringizga hassalom. Sapsaro divanimiz sizga muntazir. Keling. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Salomatmisiz? Alhamdulillah. o'zinglar Ko'rishib oling, yaxshisizlar? salomlashib oling. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Ertalabda salom. Dasturning muxlislari. Zo'r TVda shu ertalabda qo'shiq tanlashga juda anaqa injiqromanda. Yangi qo'shiqlar olib keluvdim. Aha. Lekin Yomon, yaxshi. Zo'r mana shu qo'shiq. qo'shiqni Yoshlar yaxshimi? Muyassarxon katta qiz bo'lib Katta qoldi. qizmi? Nechiga chiqdi? 13 ga to'ldilar. Ay, hademay kelin bo'lib qoladi. Ha, endi bir Hadi turmushga be. beradigan holatlar kelyapti. Bu qo'shiqda hozir aytilgan gaplar, boshdan kirish qismlari hammasi haqiqatmi? Haqiqat bu narsalar o'sha konsert qo'yganimizda Xalqlar do'stligi sana saroyida ichimdagi gaplarni gapira olmaganman. Keyin ustoz chaqirganmiz, Afzal akani chaqirib, iltimos shuni siz o'qib bera qoling. Meni qo'limdan kelmayapti, chunki haligi qalb baribir Oxirigacha gapira olmaysizda. Mana bu tezda qolib yuringiz Da. anaqa qilib hayajon. qalb baribirchi titrab turar ekanda onani lahzasini eshitganda bilmadim endi buni. Yosh o'tganmilar deyman onangizlar. Yoshi o'sha bir 57 yoshlarda o'tib qolganlar avtohalokatda. Shuning uchun hali bir umr armon bo'lib qo'ygan. Men kenjatoy farzand bo'lganim uchun Farzandlar nechta o'zi? farzandlar hozir qizlarim bor. 3 ta 4 ta. Faqat qizlarmi? Qizlar. 3ta 4ta deyapsizmi? jannat. 4tami 3tami? Nabiralik ham O'zi bo'ldi. ham bilmaydi. Ha, navaralarni ham qo'shmasdi qiz navaralarni. Shunaqami? O'zi ham bilmaydi neshtalik. Ani bizni gapimiz bo'lardi. Qo'shyapman nabiralar deb. Qanisher bizlarni qiziqchilar gap bo'ladi. Bolalar nechta o'ldi desa sanamaganman. Nega desa barakasi uchmasin deb deydi-yu. O'shanga o'xshab. Ya'ni nevarani ham qo'shib boramiz, nevara ham qiz bola. Ha, ya. Uzatganmisiz tepadagi qizlarni? Qizimni uzatdim, endi keyingilari tayyor o'qishyapti hozir. Yassarroq qolgansiz hali kichkina. Yassarxon eng kichigi, Kichkinasi. eng oxirida. Uni plani boshqacharoq bo'lyapti. Ha, ya. Chunki onani yana berib yuborgis Siz keldi. vodiydansiz. Andijondan, Andijon. Qayerdan? Toshkentga ko'chib keldim. Endi shu Andijonda yerda qayerdansiz? Andijonda O'zidanmi? Navro'zmali bor. Ha, bu zo'r joylar, zo'r joylar. Navro'zmal degan. Yaxshi, chiroyli qo'shiq. Keyingi qo'shiq nima qo'shiq? Keyingi qo'shiq ham shu oqibat haqida qo'shiqlar tayyorladim. Sababiki nima deydi, hozirgi kunda juda ko'pchilikda oqibat qochib qolyapti, akib kelgan vaqt bo'lmayapti. Ya, oqibat qochmagan Qanisher. Yo, oqibat qochmagan. Shunchaki sal arzonlashib qoldi xolos. Mana bu uyali aloqa chiqqandan keyin telefondagina hal bo'lib qolyapti, ochiq. To'g'ri aytasiz. Qulaylik Diydorlash topiladi. kamayib. Diydorlash kamayib ketyapti, ish bilan bo'lib qolyapti, yumush bilan bo'lib qolyapti, o'zimiz ham xizmatlar bilan bo'lib qolib. Ba'zi opam aytadilar, "Akangdan xabar oldingmi?" deydi. "Ha, xabar oldim" deb qo'yaman. Yolg'on gapirishga majbur bo'lib qolaman. Ha, shunaqa. Hammamiz shunaqamiz hozir. Albatta. Endi buni hali oqibat qochdi yo bo'lmasa oqibat bunaqa bo'ldi deyishga emas, endi zamonaga yo'yib qo'yaveramiz, tezlashib ketdik. Hali ishdan tashvishlardan, ishlardan ortmayapmiz. Juda ko'payib. Jadal yashayapmiz-da. Zamon bilan hamnafas bo'lmasangiz, yonma-yon yurmasangiz, qadam tashlamasangiz, orqada qolib ketish hech gap emas. O'shaning uchun telefondan ham foydalanamiz, zamonani o'sha bizga talab qo'yayotgan talablarni ham bajarishga harakat qilamiz. Albatta. Endi uni siz bilan biz aka-ukamiz ham, jigarlarimiz ham to'g'ri tushunadigan muddat. Chunki ularning o'zi ham shunaqa. O'zlari ham Ha, vaqt yo'q. siz bilan biz emas. Hamma shunaqa hozir. Ular tosh Andijonda bo'lsa kerak jigar. Ular Andijonda. Mikrofonga Ular Andijonda, men Toshkentdaman. Endi bitta narsaki, haligi nima deydi, shu qo'shiq bilan ham bu qo'shig'imni 2017-yil aytganman. Keyin Nasarxonni. yo'q, mana bu tavbani. Ha. Bibliotekamda qolib ketgan. Keyin o'sha paytda endi nimani aytayotganimni bilmagan ekanman, hozirgi aytadigan qo'shig'im. Keyin yosh ulg'aygandan keyin, bu qo'shiqni bunaqa qilib aytish kerak ekan. Hozir his qilib aytish kerak ekan, o'ziga yarasha urg'u beradigan joylari bor ekan deb Berilgan murg'u yaxshilab ishlab kelganman. qani bitta eshitaylik shu yaxshi ishlangan qo'shiqni Qanisher Abdullayev ijrosida eshitamiz. Marhamat Qanisher. Marhamat, keling. Keling.
farzand onaga qosh kelsa, erkak ayolga bosh egsa, aka ukaga begona, ko'rib aqlim lol hayron. Tavba, tavba. Dunyo qiziq, dunyo ajib, o'tar insonlar bir-birlarin g'ajib. Molu mulk afzalmu iymonlardan, mehr izlar bo'ldik biz yomonlardan. Dunyo qiziq, dunyo ajib, o'tar insonlar bir-birlarin g'ajib. Molu mulk afzalmu iymonlardan, mehr izlar bo'ldik biz yomonlardan. Tavba, farzand onaga qosh kelsa. Oyoq osti bo'ldi mehrlar, to'lib toshdi ilmu sehrlar. Hasad, hasad dillarda hasad, ezgulik havaslar tillarda. Tavba, tavba. Dunyo qiziq, dunyo ajib, o'tar insonlar qaylargadir shoshib. Qo'rqmas, qo'rqmas, Allohdan qo'rqmas. Aybi yo'q insondek aybin tan olmas. Dunyo qiziq, dunyo ajib, o'tar insonlar bir-birlarin g'ajib. Molu mulk afzalmu iymonlardan, mehr izlar bo'ldik biz yomonlardan. Tavba, erkak ayolga bosh egsa. Aferin, 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 aferin. Aferin. Keling, ana she'r. Ay, Mirzo. She'ri kimniki buni? She'rni O'zingiz yozdingizmi? O'zingiz emasmi? Aktyor aka degan akam bor, meni administrator. Zo'r, tavba, Shoir, tavba. yonimda yuradi shoir haligi. Mirzo Karimga o'sha yuradi shunaqa. Tavba. Yozdirganman. Shunaqa haqida ham. Onajoningizga bag'ishlanganda ham ular yozganmilar? Uni yozganlar. O'sha Chiroyli chiqdi. men o'zim ko'proq g'oya beraman-da, g'oya berib. Qo'shiq nomi Tavba. Tavba. Ha, tavba. Endi dunyoning ishlaridan tavba deb shoir yaxshi yondashibdi. deb beradi, ayollarimiz ko'proq. Ya uni tavbani o'zimiz ham aytamiz. Bir narsa bo'lib qolsa, tavba deb qo'yamiz. Necha xil ma'noda ishlasa bo'ladi shu tavba. Juda ko'p. Juda ko'p. Bugun endi qimmatli vaqtingizni ayirmasdan tashrif buyuribsiz. Alisher, chiroyli qo'shiqlar bilan sizni yana kutamiz. Tez kelib turing etapdan salomga. Shunaqa tavba, yopiray degan qo'shiqlar bo'lsa, yaxshi ketadi ertalab. Xudo xolasa. Ertalabda shu qo'shiq tanlashga ayniqsa siz Sizlar yarim soat vaqtga keling, yana Mahmuda bilan o'zimiz tanlab beramiz sizga. Repertuarni tashlasangiz, mana. Sizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Alisher, sog' bo'ling. Ijodingizga barcha xodimlar, barcha rahbariyatlardan tortib hammalarni hurmat qilaman. Omon bo'linglar, charchamanglar. Sog' bo'ling. Xalqimiz xizmatida salomat bo'linglar. Quruq ketmang, ozgina. Asarimiz katta qiz bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Iloyim, Ular qo'yga aytaman sog' yaxshi. bo'lsin. Men ozgina reklama berib yuboramiz. Messerga olib ketasiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Tavba. Ketdik.